Azim ukasi? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Alisa. Sindoshim Azim ukasi. Ha, yo'q. Tarvuz sotasanmi? Ha. Ya, malades. Qanchadan tarvuzlaring? O'ziga qarab Ha. Mana kichkinasi qanchadan? 15 mingdan. 15 mingdan. Uzatchi. Mana Men ukam 5 ming. Azim akangga salom aytgan, tushundingmi? Sarvar akamdan sen taniydi prekrasno. Bo'pti. aka, men 15 mingdan dedim. Sindoshing ukasi. Ha, endi yoshda, alfa qilib. Men yana 5 ming, 10 ming bo'ldi. Akangga salom aytgan, 49 da birga o'qiganmiz. Prekrasno taniydi Sarvar akamdan sen. Xo'p, sog' bo'l ukam, gaplashamiz. Aka, tushunmadingiz, men sizga 10 ming demadim. Men sizga 15 ming dedim, tushundingizmi? Azim ukasini sal kelishtirib bersang bo'ladi-yu. Aka, bo'pti, prichom bu mening biznesim. Bir tiyin ham tushib bermayman. 5 mingni ma'amlaysiz? Man. Ketdi. Menga qara. Ertadan boshlab akang ham o'zing ham vaqt ko'zim ko'rinmalaring, tushundingmi? Yetqas. Menga qara ketishdimi? Ketishdi. Davay endi bemalol tarvuz sotaveramiz. Kelinglar, mana 10 mingdan tarvuz.